bilasizlar, Oman hozir как Dubayda boshlanishi. O'shaning uchun ham eng zo'r narx, eng zo'r proyektdan hozir olsangiz bo'ladi. O'zingizni nomingizga olsangiz bo'ladi. Undan tashqari vizalar olsangiz bo'ladi 2 yil, 5 yil, 10 yilga va bemalol bank hisobini ochsangiz bo'ladi. Bu agar biznes qilaman deganlar uchun bilasiz, Omanskiy real bu eng kuchli valyuta hisoblanadi. Bemalol bankovskiy счет ochib o'sha Omanskiy realda pul topsangiz bo'ladi. Demak, bu yerdan uy sotib olish orqali oilaviy ko'chib kelib yashash uchun ham doimiyga viza beriladi. Bundan tashqari o'zingizning nomingizga hattoki biznes yurishingiz ham mumkin bu yerda. Shunaqa bemalol biznes ochsangiz bo'ladi, bank hisob ochsangiz bo'ladi. Hamma Dubayda qanaqa imtiyozlar olayotgan bo'lsangiz, Omanda ham xuddi shunaqa va eng asosiysi bu yerda ham nalog yo'q. Demak, soliq imtiyozlari bilan o'rtoqlar xuddi Dubayda qanaqa imkoniyat bo'lsa, bu yerda ham ana shunaqangi xalqaro investorlarni jalb qilish uchun imtiyozlar berilmoqda. Xullas, hozir faqat aqlli investorlar kirishi mumkin bo'lgan holatda turibdi. Ertaga 5-10 yildan so'ng Oman butun dunyoga o'z eshigini ochib, hammaga tanilgandan so'ng siz bundan bir necha barobar qimmatiga sotib olishga majbur bo'lasiz. Hozir otni qamchilaydigan payt, hozirroq harakat qiling. Ushbu proyekt haqida batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, hozirroq bizga murojaat qiling. Biz sizga to'liq yo'l maslahat beramiz.